Qo'limda deyarli bir xil ko'rinishdagi ikki xil smesitel bor, lekin bunisi bunga qaraganda 3 barobar qimmat. Hozir men sizlarga nimada farq borligini tushuntirib beraman. Videoga like bosib, podpiska bo'lib qo'ying. Birinchi bo'lib qimmat smesitelni misol qilib keltiradigan bo'lsam, birinchi bo'lib bu brendida farq qiladi. Buni o'zini servis xizmati bo'ladi. Ikkinchidan bunga sifatli latum mahsulotlari ishlatilgan bo'ladi. Uchinchi farqga keladigan bo'lsak, bunga qimmat aksessuarlardan foydalanishgan. Qo'shimchasiga buni ko'targaningizda arzonchiga qaraganda anchagina og'irroq bo'ladi. Endi arzon variantiga keladigan bo'lsak, buni birinchi farqi bunga ham latumdan ishlatishgan bo'ladi. Faqat bunga arzoncharoq latumdan foydalanishgan bo'ladi yoki sink ishlatishgan bo'ladi. Ikkinchi farqga keladigan bo'lsak, ko'rayotganingizda bunga arzonroq aksessuarlardan foydalanishgan. Uchinchi farqi, boya aytib o'tganimdek, bu ancha yengilroq hisoblanadi. Yana qo'shimcha qilib aytadigan bo'lsam, qimmatchasi ham, arzonchasi ham bu sizlarni ishlatishingizga borib, qanchalik yaxshi ishlatadigan bo'lsanglar, bu sizlarga uzoqroq vaqt xizmat qilib beradi. Bundan tashqari, ko'ryapsizlar, do'konimizda smesitellarga juda katta assortiment bor. Xohlaganingiznikisini, xohlagan variantdagisini do'konimizdan olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Do'konimizning manzili Chinoz shahar Dehqon bozorining yonginasida joylashgan.